Okalar yana bir darvozamizni ustunovkasini qildik. Xudo xolasa, darvozamiz skrovniy variantdagi afsona fason degan darvozamiz. Hozir bir ko'rsatamiz mana. Xo'p, darvozamiz juda ham chiroyli chiqdi. Eniga 3.45, balandligi 4 metr bo'lgan darvoza. Afsona fason deb nomlaganmiz. Listlarimiz 1.8 plyusovoy listdan bo'lgan. Ikkita yoni tagi shveller. Zamoklarimiz toza zubr zamok. Xudo xolasa mana bu yerlarga ruchkalarni ham qo'yib, akkuratniy holatda. Inshaalloh darvozaning kraskalari toza devo kraska bo'lgan, taglardan как положено gruntovkalarni sepib, xudo xolasa darvoza yo'qsa, mana shu nomerlarga aloqaga chiqasizlar, inshaalloh xizmatda bo'lamiz. Darvozani egalarining bir og'iz gaplari bor ekan. Mana aka, assalomu alaykum. Aka, darvoza yo'qdimi? Xudo xolasa. Aytilganda aka, narx-navolar o'ziga yarasha. Qochibdir. Qochib turyapti. Tenjeningda sog' bo'lsin, mana umringga, rizqingga Alloh baraka bersin. Xudo xolasa. O'g'lim ishlarda turib ishlab jo'natibdi. Inshaalloh. Sog' bo'lsin. O'g'illari zakaz qildilar, olib kelib o'rnatdi. Mana okamiz xursandlar, to'ylarga yaxshilikga ochyapman, xudo xolasa aka. Sog' bo'linglar, sizlar ham zakaz berishda adashmani.